Bir inson oshpazga pul berildi. 4-5 odamlar bizga bir chiroyli ovqat qilib ber. Oshpaz Makka, bu holat Makka shahrida bo'lyapti. Makka shahrida bo'layotgan holat. Oshpazga pul berildi. Mana 2 kilo yoki 3 kilo go'sht olingda bizga bir chiroyli taom pishirib bering. Oshpaz borayotgan edi, pul qo'lida. Ka'bani atrofida go'sht do'koni bor edi o'sha zamonda. 2 kilo yoki 3 kilo aytilgan go'shtni olib chiroyli bir narsaga o'rab kelayotgan edi, azon aytilindi. Shu namozimni o'qiymen dedi va go'shtni oldida kelaverdi. Oshpaz aytadi: "Go'shtni maydaladim. Maydalaganimdan keyin qozonga tashlayapman. Ozgina vaqt o'tyapti. Go'shtni holidan bir xabar olay desam, olov, yog' qizib yotibdi. Go'sht pishmagan, o'zgarmagan ham hatto." Men hayron qoldim va taom tayyorlab ber degan odamlarimga aytdim: "Mana go'sht qizimayapti" desam, "Bo'ldi, biz ham senga yordam beramiz. Olovni tagiga biz ko'proq o'tin yoqamiz" dedilar. O'tinni ko'proq yoqishdi. Ozgina vaqtdan keyin u o'tin yoqilgan o'tinlar asnosida bundan oldin ham oshpaz ovqat pishirgan-ku. Go'sht qavjurab qolishligi kerak deydi. Yana qozonni og'zini ochsam, go'sht o'zgarmagan, hatto sovimagan. Shunday qonlari bilan maydalangan holatda turibdi. Boshqa o'rtoqlarni chaqirdida biz birgalashib o'tinni tagiga o'tin yoqdik deydi, olov yoqdik. Qozon qizigandan battar qizidi, yana qaraymiz, go'sht o'zgarmagan. Keyin ular meni savolga tushdi. "Birodar, sen go'shtni qayerdan olib kelding? Bu nimani go'shti o'zi? Molni go'shtimi, qo'yni go'shtimi, boshqa hayvonni go'shtimi?" Oshpaz aytdi: "Men necha yillardan beri bitta qassobdan go'sht olaman. U namozxon, solih odam. Shuncha yillardan beri undan go'sht olgani meni uyaltirmagan. Xo'p, holat nima bo'ldi o'zi? Men bergan pulingizni bordim, qassobga berdim, undan go'sht o'lchatdim, kelayotgan dedim, Ka'bani azoni eshitildi. Azondan keyin men aytdimki, shu joyda bir asr namozini, peshin namozini vaqti bo'ldi, shu namozimni o'qib chiqay dedimda namoz o'qidim. Namoz o'qish asnosida u go'sht meni qo'limda. Saf tekistlanishi holatida men Ka'baga yaqinroq holatda boribman deydi. Keyin bir joyga qo'ydimda namozimni o'qidim. Namoz o'qiganimdan keyin qaradim, Ka'ba bo'sh. Ka'bani atrofida odam kam. Darrov shu 7 marta tavofni qilib, keyin mana vaqtim ham bor. Tavofdan keyin bemalol ovqatga ulguraman dedimda, darrov 7 marta tavof qilib, maqomi Ibrohimda 2 rakat namozni o'qib, keyin ana ovqatni boshladim. Deganlarda o'rtoqlar, vallohi bo'ldi. Buni yechimi boshqacha, kerak emas. Demak, bu go'shtni olamiz, boshqa go'sht sotib olamizda, undan keyin buni pishiramiz dedilar. Oshpaz hayron edi. Ichlarida bir olimi bor edi. Nega bunday bo'ldi deganda, Alloh taolo Ka'bani tavof qilgan hatto o'lik go'shtni olovda qizdirmadi. O'lik go'sht u, so'yilgan. Bir endi u qo'yni go'shtimi, molni go'shtimi bilmadik biz. Alloh shu go'shtni olovda kuyishligini Alloh iroda qilmadi, endi insonlarni ichitdi. Endi biz tirik holatda Robbimizga yolvorib Ka'bani tavof qilyapmiz. Safo Marva maqomi Ibrohimlarda namoz o'qiyapmiz. Alloh taolo o'lik go'shtni-ku olovda kuydirmadi. Biz tirik yaxshi ko'rgan bandasini endi do'zaxda kuydiradi, birodar. Birodar, buni tagida nima turadi? Buni tagida ilm turadi, birodar. Endi bundan oldin bilmasdik, bilgan holatda endi Ka'bani tavof qilsak, boshqacha tavof qilamiz inshaalloh. Boshqacha ixlos bilan tavof qilamiz.